Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugun protokolimizni tugatdik. 7 kunlik protokolimizni. Mana oldimga kelganlari asosiy muammo uzoq yillik trapetsioidniy mushay va rambovidniy mushayni lopatka tomoniga og'riqni berishi va u og'riq mышечный trigger, ya'ni mushay triggerlari bilan birga qo'shilishib, suhajilniy triggerlar juda ham chuqur so'ylarga ajrab chuqurga kirib ketgan va u narsa yillar davomida e'tiborsiz qolib ketganligi uchun bular juda ham qiynalganlar. Hangi kelgandagi holati birinchi sikldan keyingi 7 kundan keyingi protokoldagi o'zingizni holatingizni aytib bersangiz marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Men уже 6-7 yil ketyapti. Bormagan joyim qolmadi. Uchrashmagan vrach, massajist hammasiga bordim. Nima igla, har xil terapiyalar, hech nima qolmadi. Hech qaysi banka, hijama, hammasini qildim, lekin hech qanaqa natija bo'lmadi. Faqat обезболивающийda yurdim. Mana 6-7 yildan beri, bu yerga kelganimdan beri уже обезболивающий ichmayapman. Umuman ishlarim qaytayapti. Hammaga maslahat beraman. Siz aynan o'zingizda trigger borligini bilardingiz, bilardingiz. Lekin siz trigger bilan murojaat qilib borganingizda sizga doktorlar yoki mutaxassislar nima deb aytishgan? Faqat lechение yozishgan. Medikamentozna, nima ukol, nima venadan, yana nima qilishgan? Fizioterapiyaga jo'natishgan. Trigger fizioterapiya bilan, ukol bilan, yo'q bo'lmasam igla terapiyadan tashqari yana igla degan narsalar chiqqan, o'sha narsalar yoki manual terapiyalardan yechib bo'lar ekanmi masajlar bilan deysiz? Yo'q, bularning hech qaysi menga yordam bermadi. Menga faqat mepressura yordam beryapti. Xudo xolasa mana endi bu yog'iga hozir birinchi sikl tugadi. Hozir ozgincha ularga dam beramiz, mushaylarni tiklanchiga dam beramiz va xudo xolasa keyin ikkinchi siklda davom ettiramiz. Hozir ham tavsiya bo'ladi, uylarga borib qiladigan ishlar bo'ladi. Bularni hammasini bajaramiz. Nasib qilsa natijani keyinchalik yana zo'rga erishamiz. Sizga rahmat katta. Rahmat, sizga sog' bo'ling. Agar kim o'zida mushaylarga triggerni zonalar bor deb yoki og'riqlar juda ham shu triggerga bog'liq deb taxmin qilayotgan bo'lsa, bemalol menga murojaat qilishingiz mumkin. Aynan sizlar bilan qanaqa yo'l bilan ishlashingiz mumkinligini gaplashib olamiz va bu yo'lga lechение qilishingiz mumkin bo'ladi. Salomat bo'ling.